Bu filmga bir tal jurganlarni haqsiz berib do'stlar. Bir do'stlarga taqib qo'ysanglar. Ma ag'inimiz hozir mush iqtisodga yo'q sababidan doktorxonada ma'butni kesimiz deb degan, ya'ni ma'butni kesimiz deb degan, mush kesishga iqtisod yetishmay hozir mush operatsiya kechga 3 qatimliq operatsiyasi o'tib ketdi deydi. Shunga mush filmga bir taldan jurganlarni besab do'stlarga bir taqib qo'ysanglar, yaxshi niyatli kishilarimizningki qo'liga bir taqib basa, mush ag'inimizni bir mush putni yoki operatsiya qilib aslatiga qaytaramda hozir 10 santiyada shunga yo'q. Shunga 10 santiyada shunga yo'q. Mush qatnash voqeasi tufayli mush 10 santiyadan yadika shunga faqatlam g'ush-g'ushlab ketib, shuni elib ketib hozir bir qatimliq operatsiyadan chiqqandan keyin ma birodarimiz demda iqtisod kimchi yani 4 qatim. Yani 4 qatim operatsiya qilamiz, har qatimliq operatsiyaga 150 ming ko'y bo'lmasa operatsiya qilinmaydi deydi. Hozir mush iqtisodningki yo'q sababidan mush putni kesib o'timiz desam, shuningga yetarli bir iqtisod yetishmay qilib, shunga mush oldinga mush murojaatnomani keldim do'stlar. Shunga bir faqat yardım qilmasanglar, bir jurganlarni haqsiz berib, bir tal yurak besib qo'ysanglar, 10-20 dan ushq yurdi. Shunga mush yaxshi niyatli kishilarimizningki qo'liga bag'ich mush film bir taqib qo'ysanglar, bir ko'y eng tuna bir ko'y pulingni hargiz kim ko'ymaymiz, o'z ko'y pulingni ushq ko'ymaymiz do'stlar. Qanchalik bo'lsa bir yordamingni aymagan bo'lsanglar, qonunliq murojaatnomadan taqib chiqarib qilgan to'q shuni bir azroq bo'lsa yordamingni aymagan bo'lsanglar, ag'inimizningki telefon nomerini bir deb beray, shuni bilan aloqalashib, hozir ko'pdir bir ko'nglingizni bildirsanglar, yana bir de faqat yardım qilmasanglar, bir tal haqsiz yurganlarni besib qo'ysanglar, mush bir tal yurak besib qo'ysanglar, 10-20 dan ushqroq yurdi. Mush bir yaxshi niyatli kishilarimizningki qo'liga bag'ich bir taqilib kelsa, telefon nomerini deb beraman. 181 34 882 885. Undidar o'rtaq mush nomerni mayli undidar qetib yardım qilamizlar yoki bo'lmasa telefon qilsanglar bo'ladi. Bizningki ma hozir turvatqa o'rnimiz Qashqar viloyat 1-xalq doktorxonasi. Hozir ma balani urug' tuqqan ota-onasi balavoqlar bormi yo'qmi? Yo'q, ota-onam o'lib ketgan. Balavoqlarim yo'q, ajishib ketgan, yolg'iz bu bola. Hozir siz bir ajizsizmi? Men bir alam ajiz qoldim. Sizning yo'ldoshingiz bormi yo'qmi? Yo'ldishim o'lib ketgan, 19 yil oldi, 2007 o'lib ketgan, 3 balam bor mening kichik. Shu qag'a. Cho'ngi 7 yoshda, kichik 20 yosh qag'a shu vaqt bolarimning birisidan bor. Hozir mush kanallar Biz hozir mush kelin yolg'iz. doktor nima deydi? Doktorlar jiddiy pul topshirsa, operatsiyani vaqt o'tib ketdi. 2 qatimni qildigan. Pul topshir. Hep shuni deydi. Hozir 200 ming ko'y pul bo'lsa operatsiya qilolmaydi kelmabdi. Bizning hozir 40 ming ko'y qazimiz bor. Biz 50 ming ko'y doktorga ketdik. Operatsiyaga qazni topshirmasa qilmaydi. Shu iqtisodiyatni qiynalib qolib, shuni bir yardım tilib chiqib qoldik qarisonlar. Mush ba avval mushikin ko'pchilik. Bizdir ko'pdir. Ko'nglingizni faqatlam aymay bir yardım qilgan bo'lsanglar, mush ag'inimizningki putini bir kuchimizning yetishicha saqlab qolgan bo'lsak, bir tal yurak besab do'stlarga ko'proq taqib qo'ysanglar do'stlar. Bizning bek jamiyatga bek jiq foydamiz yo yetilgan yo yetmaydi ekan. Mushunda bir yerlik kelgan vaqtida bir tang kuch chiqib qolgan bo'lsanglar, hammaga rahmat. Rahmat, tabiiyki.